Agar 7,4 balli yer qimirlasa, uylarga qanaqa ta'sir qilishi mumkin deydigan bo'lsangiz, mana bu videoda buni ko'rib olishingiz mumkin. Kuni kecha Kolumbiyada 7,4 balli yer qimirlagan va shuning natijasida juda ko'p uylar vayronaga aylangan, binolarga zarar yetgan. Bizning O'zbekistonimiz ham yer qimirlaydigan hududga kiradi va bizning hududimiz 9 ballgacha bo'lgan yer qimirlashi kuzatilgan bizning hududda. Normativ hujjatlarda O'zbekiston hududi seysmika bo'yicha har bir hududimizda necha ballgacha yer qimirlashi ko'rsatib o'tilgan va loyiha qilish jarayonida uy qurasizmi, boshqa bino qurasizmi, albatta mana shu yer qimirlash inobatga olinishi kerak. Sizning hududingiz necha ballgacha yer qimirlashiga qarab bino konstruksiyasi ishlab chiqiladi. Ko'pchilik aytadi, mana ota-bobolarimiz qurgan uylar, mana loydan qurgan, oddiy g'ishtdan qurgan uylar ham turibdi-ku mana shuncha yildan beri deyishadi. Lekin yer qimirlaydigan hududda yashaganimiz hisobiga albatta bizda karkasli, ya'ni armatura kolonna betonli imorat qurishni tavsiya qilinadi. Nima uchun? Mabodo 50 yilda bir marta o'sha 7 balli yoki 8 balli yer qimirlagan taqdirda ham imoratingizga zarar yetmasligini hisobga olgan holatda tavsiya qilinadi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, unga like qo'ying va yaqinlaringiz bilan ham ulashib qo'ying.